Keliz qaynonamni dietasini 2-kuni. Meni ujunimni 2-kuni. Kecha ham shuni ujunga yedim, bugun ham shuni isitib yeyaman, qolgandi kecha. Ujunga qaynonam ovqat qilib berganiga ujun qilaman. Ovqat qilib bermaslar, o'zi ujun qilmayman. Qaynonam hozir faqat tofu yeyaptilar. Boshi maza ekan. Shirin kartoshka bilan sir. Tofu yesa rosa ozod ekan. Просто так tofuni mikrovolnovkada isitib yesa ham bo'ladi yoki da qovurib yesa ham bo'ladi. Tofu bilan yoniga kimchi qilib yesa ham bo'ladi yoki o'zi tofuni o'zini ham yesa bo'ladi. 3 oy tinmay faqat ujunga tofu yesangiz rosa anaqa qilasiz, vez tashlaysiz. Men esa o'zimni shirin kartoshkamni yeb o'tiraman. Ish qilib qaynonamni diyetasi tugaguncha shu narsani yemasam bo'ldi.